Ko'z yoshlar. Usoma Muslimning Binafsha shu'lasi kitobidan. Hayo ko'zlarini ochganida o'zi tomon yaqinlashib kelayotgan chorva hayvonlari podasini ko'rdi. Oldida kelayotgan oq kuchukcha Hayoning yoniga yugurib kelib, vovillaganicha atrofida aylana boshladi. Poda ortidan esa kechagi yigit qo'lida uzun tayoq bilan xijolat tortganicha yurib kelardi. Bu safar Hayo undan xavfsiramadi. Chunki uni qamrab turgan go'zallik Hayoning vujudiga xotirjamlik bag'ishlagan edi. Hayo yigitga nimtabassum qilib, nozik harakatlar bilan unga qo'l silkitdi. Buni ko'rgan yigit xursand bo'lib ketdi. "Men bilan bormaysanmi?" Hayo past ovozda javob qaytardi. "Qayerga?" Arandas baqirdi. Nima deding?" Hayo ovozini balandroq ko'tardi. "Qayerga boramiz?" Arandas tabassum bilan hayqirdi. "Har kuni boradigan joyimizga, daryo bo'yidagi qo'y-qo'zilarni sug'orishga." Hayo poda tomon tez-tez yurib bordi va qo'li bilan qo'ylarning mayin mo'ynasini silagan holda keta boshladi. Haligi kuchukcha esa Hayoning atrofida go'yo undan nimadir istayotgandek aylanib sakrardi. Poda ortida kelayotgan Arandas tabassum qilib dedi: "U har kungi quchoqlashingni xohlayapti. U bunga o'rganib qolgan axir." Hayo tabassum bilan ortiga Arandas tarafga o'girildi. "Lekin men uni oldin ko'rmaganman." Arandas kuldi. "Hali ham sizlarni tanimayman deb oyoq tirab turibsanmi?" Hayoning ko'zidan durdek yosh chiqib, yanog'iga to'kildi. So'ngra kuchukchaga qaragancha ikki qo'lini keng ochib o'ziga o'zi: "Men hatto o'zimni ham tanimayapman", dedi. Kuchukcha Hayoning bag'riga otilib, yuzini yalay boshladi. Hayo esa rosa kulardi. 1 soatga yaqin vaqt ichida turli o'simliklar va sermeva olma daraxtlari bilan o'ralgan go'zal bir daryoga yetib kelishdi. Poda daryo qirg'og'iga yaqinlashib, uning chuchuk suvidan icha boshlashdi. Hayo maftunkor manzaraga mahliyo bo'lib, uning go'zalligidan bahra olardi. Arandas Hayoga yaqinlashib, manzarani u bilan birgalikda biroz tomosha qilib turdi. So'ngra tabassum bilan gap boshladi. "Kun kelib bu joyga farzandlarimiz bilan kelamiz." Hayoning yuz ifodasi o'zgardi. "Farzandlarimiz?" Arandas manzarani kuzatishda davom etgan kuyi dedi. "Ha, farzandlarimiz." Hayoning biroz jahli chiqdi. "Men senga tegmayman." Arandas unga hayrat ila boqdi. "Nima? Sanoqli kunlardan keyin to'yimiz bo'ladi-ku?" "Men sen bilan o'zi yaqindagina tanishdim-ku, qanday qilib tegadi deb o'ylayapsan? Axir seni yaxshi tanimayman-ku." Arandas rosa taajjublandi. "Meni endigina uchratding? Aqldan ozib qoldingmi, Amal?" Hayo yigitga baqirdi. "Men Amal emasman." Arandas uning qo'lidan qattiq ushlab tortdi. "Senga nima bo'ldi? Fikringni o'zgartirgan bo'lsang, bunaqangi ahmoqona tomoshalar ko'rsatishga hojat yo'q." Hayo qo'lini Arandasning kiftidan tortib, daryo tomonga yurdi. So'ngra daryo qirg'og'iga tiz cho'kib o'tirdi-da, yig'lay boshladi. Yigit hayrat bilan orqasidan kuzatib turdi. So'ngra ortiga qaytish uchun podani harakatga keltir, degandek qo'lidagi tayoqcha bilan itga ishora qildi. Bu asnoda Hayoga "Qani ketdik", deb aytdi. Hayo unga javob qaytarmasdan daryo bo'yida xo'rsinganicha yig'lab o'tiraverdi. Arandas uni o'zi bilan qaytishga majburlamadi va podasi bilan kelgan joyiga ravona bo'ldi. Havo nasimlarida o'ynoqlayotgan daryo bo'yidagi binafsha guli yig'lab o'tirgan Hayoning diqqatini tortdi. Hayo unga yaqinlashib diqqat bilan nazar solganida vujudida qandaydir o'zgacha tuyg'uni his qildi. Hayo bu gulni oldin ham ko'rgandek his qilardi. Mana shu his Hayoning egilib, uning muattar isini hidlashga undadi. Hayo binafshaning xushbo'y iforini hidlaganida suvda o'zining aksini ko'rdi. Hayo qarshisida rangi qor kabi oppoq, sochlari quyoshdek sap-sariq, ko'zlari samo yangliq ko'm-ko'k bir hurliqo qistirardi. Hayo o'zini taniy olmasdan g'amgin holda "Sen kimsan? Men kimman?" dedi. Hayo mahzun holda o'z holati haqida tafakkurga cho'mib, kulbaga qaytmasdan daryo bo'yida bir necha soat qolib ketdi. Quyosh botishiga yaqinlashib,
Ufqdan qizil gardishi g'oyib bo'lishni boshlaganida ortidan kimningdir chaqirayotganini eshitdi. Hayo o'girilib qaraganida mo'ylovli, uzun soqolli bor erkakning o'zi tomonga yaqinlashib kelayotganini ko'rdi. Hayo xavotir bilan o'rnidan turib, o'zi tomonga tez-tez yurib kelayotgan odamga qarab turdi. U Hayoning yoniga yetib kelganida, "Nima bo'ldi, Amal? Nega bu yerda yolg'iz o'tiribsan?" deb so'radi. Hayo xavfsiraganicha uning savoliga savol bilan javob berdi. "Siz kimsiz?" Erkak Hayoning savolini eshitib hayron bo'ldi. "Men kimman?" "Ha, siz kimsiz? Ahvoling o'ylaganimizdan ko'ra yomonroqqa o'xshaydi." "Nima demoqchisiz?" "Amal, men sening otangman. Meni eslolmayapsanmi?" Hayo asabiylashib ketdi. Yo'q, sizni eslay olmayapman. Bu joyga ham, bu hayotga ham tegishli hech narsani eslay olmayapman." Erkak Hayoni bag'riga bosmoqchi bo'lib, oldiga yaqinlashdi va qo'llarini u tomon cho'zdi. "Hech qisi yo'q, qani uyga ketdik." Hayo bir necha qadam ortga chekindi. "Mendan nari turing." Erkak Hayoning harakatlaridan dong qotgan holda joyida turib qoldi. Uzoq davom etmagan sukut va sinchkov qarashlardan keyin erkak gap boshladi. "Nima qilishni istaysan? Nima qilsam ko'nglingni topaman?" Hayo yig'lab, "Bilmayman", deb qattiq baqirdi. Erkak sokinlik bilan, "Hech bo'lmaganda suhbatlashsak bo'ladimi?" Hayo tez-tez nafas olib, kafti bilan ko'z yoshlarini artdi. "Nima haqida suhbatlashamiz?" Erkak ehtiyotkorlik bilan Hayoga yaqinlashdi. "Nima haqidaligi muhim emas, gaplashsak bo'ldi." Hayo yerga mahzun qarab, g'amgin ovozda dedi. "Siz hozir nimalarni his qilayotganimni bilmaysiz." Erkak Hayoni bag'riga bosib, boshini ko'ksiga qo'ydi. "Men bilmay kim bilsin." Hayo erkakning bag'rida xuddi yosh bolalarday yig'lay boshladi. Bir necha daqiqalik to'xtovsiz yig'idan keyin erkak Hayoni yerga o'tqizib, o'zi ham yoniga cho'kdi. "Agar Arandasga turmushga chiqishni istamayotgan bo'lsang, to'g'risini aytaver. Buning aslo yomon tarafi yo'q. Sen bunga majbur emassan, qizim." Hayo tabassum bilan qarshisidagi ko'm-ko'k daryoga termilib, "Hislarimni tushunishga urinishdan charchadim. Men jim o'tiraman. Tilingdagilarni bemalol aytishing mumkin." "Baribir meni tushunmaysiz." "Hech qisi yo'q. Gapiraver, Amal." Hayo hasrat bilan tabassum qilib hech narsa demadi. Erkak xavotirlanib so'radi. "Senga nima bo'ldi?" Hayo tabassum yugurgan yuzini xavotirlanayotgan erkakka qaratib, yosh to'la qizargan ko'zlarini mo'ltillatib, "Hech narsa, ota, hech narsa", dedi. Erkakning yuzi yorishib, Hayoni qattiq bag'riga bosdi. So'ngra xursand bo'lib dedi. "Seni salomat qilgan Allohga hamd bo'lsin. Shukr, xotirang qaytibdi." Hayo ham uni bag'riga bosdi. Hech narsani eslay olmayotgan bo'lsa ham, yangi hayotni, rostdan ham xotirasini yo'qotganini qabul qilishga qaror qildi. Shuningdek, o'zini boshqa insondek his qilayotganini alahsirash deb hisobladi. Bir hafta o'tmasdan Hayo Arandasga turmushga chiqdi. U nikohdan oldin Arandasga nisbatan hech qanday tuyg'uni his qilmagan bo'lsa ham, vaqt o'tishi bilan uni yaxshi ko'rib qoldi. Xususan birinchi farzandini dunyoga keltirgandan keyin sevgisi yanada kuchaydi. Chunki u homiladorlik paytida Arandasning cheksiz mehriga, sevgi bilan to'lib toshgan dil izhorlariga guvoh bo'ldi. Hayo turmush o'rtog'i hamda 3 o'g'li, 4 qizi bilan uzoq yillar go'zal hayot kechirdi. Farzandlarini opasi Firdavsning farzandlari bilan nikohlandi. Hayo bu yillar davomida otasidan meros qilib olgan yer maydonlarida eri bilan chorvachilik qilib, dehqonchilik bilan shug'ullandi. Hayo uzoq yillar davomida tinmay mehnat qildi. U shirin hayoti mobaynida o'z oila a'zolaridan tashqari odamlar bilan xayolini band qilmadi. Barchalari hayotlaridan rozi holda topganlariga qanoat qilib baxtli hayot kechirishdi. Hayo 80 yoshga yetgunicha ko'plab nevaralar ko'rdi. Hatto ba'zilarini uylantirib, ayrimlarini erga berdi. Hayo 90 yoshga yaqinlashganida eri tuzalmas kasaliga chalindi. Arandasning sog'ligi borgan sari yomonlashib bordi.
Erining ajali yaqinlashganini sezgan Hayo farzand va nabiralardan tashqariga chiqishlarini, oxirgi lahzalarda uni eri bilan yolg'iz qoldirishlarini iltimos qildi. Hayo erining yotog'i yonida o'tirib, tabassum bilan so'radi: "Arandas, meni tashlab qayerga ketmoqchisiz?" To'shakda madorsiz cho'zilib yotgan Arandas javob qaytardi: "Barchamiz borishimiz kerak bo'lgan joyga." Hayo Arandasning qo'lini mahkam ushladi. "Meni ham o'zingiz bilan olib keting." Arandas jilmaygancha bujmayib ketgan kaftini rafiqasining qo'liga qo'ydi. "Bolalarimizni tashlab ketasanmi?" Hayo yig'lab yubordi. Sizsiz ular menga ta'tirmidi?" Arandas yo'talgan holda kulib so'radi: "Xotirangni yo'qolganini aytib, sizga tegmayman deb oyoq tirab olganing esingdami?" Hayo eriga qo'shilib kuldi, lekin ko'zlaridan duv-duv yosh to'kilishidan to'xtamadi. "Ahmoq bo'lgan ekanman. O'shanda siz hayotimdagi eng qadrli insonim bo'lishingizni bilmaganman-da." Arandas rafiqasini boshidan siladi. "Sen umrimga nur bag'ishlagan, uni quvonchga to'ldirgan, biror kun ham botmagan hayotim, quyoshimsan." Erining qo'lidan mahkam tutgan Hayoning ko'z yoshlari toshgandan toshdi. "Unday bo'lsa meni tashlab ketmang." Arandas ko'zlarini yumishdan oldin dedi: "Kech qolmagin." Arandas jimgina yig'layotgan rafiqasining yuziga tikilgan holda so'nggi nafasini chiqardi. Arandas vafot etgach, hovliga, Firdavs va qaynotasining qabri yoniga dafn qilindi. Hayo farzandlaridan o'zi uchun 4-chi qabrni kavlatishlarini so'radi. Farzandlar onalarining talablaridan hayron bo'lib, unga uzoq umr tilab duo qila boshlashdi. Hayo ularga: "Ketishga talpinayotgan ruhimga jismim to'sqinchilik qila oladi deb o'ylaysizlarmi?" dedi. Hayoning oldiga qizlardan biri qo'lida emizikli bolasini ko'targan holda yaqinlashdi. "Nima demoqchisiz, onajon?" Hayo keng quloch yozib, erining qabrini quchoqlaganicha qabr atrofida o'sib chiqqan binafsha gullariga diqqat bilan razm soldi. Ruhlar bir-biriga talpinganida tanalar to'sqinchilik qila olmaydi. Hayo bu so'zlarni aytarkan boshini quyi solib, ko'zlarini yumdi. Lekin u zulmatni emas, yorqin nurni ko'rdi. Nur so'nishi bilan Hayo o'zini katta kutubxonada, qo'lida kitob tutgan holda ko'rdi. Qarshisida esa oqsoqolli bir mo'ysafid charm kursi ustida o'tirardi. Uning ortida katta soat bo'lib, 9dan 5 daqiqa o'tganini ko'rsatayotgandi. Mo'ysafid tabassum bilan Hayodan so'radi: "Kitob yoqdimi, Hayo?" Hayo qo'lidagi kitobni uloqtirib, bor kuchi bilan qichqirdi. So'ngra qo'lini boshiga qo'ydi-da, tizzalab o'tirgancha to hushidan ketguniga qadar qichqirishda davom etdi.